bilan har doimgidek Mirabror. Bugun sizlar bilan car parkingda men nima qilayotganimni aytib beraman. Bu meni oldingi birinchi mashinam edi. Hozir keyingi mashinam mana bu edi. Keyingi mashinam mana bu bo'ldi-da. Oxirida turadi-ku qimmat. Mashina qilib kuchaytirdim. Mayga 01 Supreme super qilib qo'ydim. Orqasiga skelet rasmi, u tarafiga ham xuddi shu yozuv, O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'ydim va olov ham qo'yib qo'ydim. Burgut rasmini ham qo'yib qo'ydim. Do'stlar, yaqinda car parkingda video olaman. Bu short seriyada. Agar mashinam yoqqan bo'lsa yoki obunachilarimga sovg'a qilib yuboraman yoki sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr va sog' va salomat bo'linglar.